Gazli ichimliklardan voz kechsangiz organizmda qanday o'zgarishlar yuz beradi? Gazli ichimliklarni, ayniqsa shirinlarni tark etish organizm uchun ko'plab foydali ta'sirlari bor. Shirin gazli ichimliklarda juda ko'p shakar va kaloriya mavjud bo'lib, ularni iste'mol qilmaslik ortiqcha kaloriyani kamaytirib, vazn nazoratiga yordam beradi. Qondagi shakar darajasini barqarorlashadi. Gazli ichimliklar qondagi glyukoza miqdorini tez ko'taradi. Ularni kamaytirish insulin yuklamasini pasaytiradi va 2 tip diabet xavfini kamaytirishga yordam beradi. Gazlangan ichimliklardagi kislotalar va shakar tish emalini yemiradi. Voz kechilganda karies va tish sezuvchanligi xavfi kamayadi. Ko'p miqdorda shakar iste'moli yuqori qon bosimi, semizlik va yurak kasalliklari xavfini oshiradi. Gazli ichimliklardan voz kechish yurak uchun foydalidir. Shakar avval energiya bersa, keyinchalik charchoq va holsizlikka olib keladi. Suv ichish esa energiyani barqaror saqlashga yordam beradi. Gazli ichimliklar qorin dam bo'lishi va noqulaylikni kuchaytirishi mumkin. Ularni cheklash hazm tizimini yengillashtiradi. Shakarni kamaytirish ba'zi odamlarda husnbuzarlar kamayishiga va terining sog'lomroq ko'rinishiga yordam beradi. Natija qancha vaqtda seziladi? 1-3 kunda qorin dam bo'lishi kamayishi mumkin. 1-2 haftada energiya va uyqu sifati yaxshilanishi mumkin. 1-3 oyda vazn va umumiy salomatlikda sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Gazli ichimliklar o'rniga nima ichish mumkin? Oddiy suv, limon qo'shilgan suv, ko'k choy, shakarsiz kompot, mineral suv, mevali suv. Xulosa, gazli ichimliklardan voz kechish vazn nazorati, tishlar, yurak, teri va umumiy sog'liq uchun foydali hisoblanadi. Hattoki kuniga bir dona gazli ichimlikni ham suv bilan almashtirish sezilarli ijobiy natija berishi mumkin.